Platon Trackmaker double kabina modelimiz. Tashqi ko'rinishi. Salon qismiga o'tsak, konditsioner magnitofon bilan jihozlangan. O'yna ko'targichlar elektronli bo'ladi. Ichlari ancha keng. O'rtasiga ham bemalol o'tirsa bo'ladi. Hop, tashqi ko'rinishiga kelsak, bortning uzunligi 2.30 bo'ladi, eniga 1.60 bo'ladi. Amortizator ham ressor bilan jihozlangan. Oldi esa amortizator bilan jihozlangan. Yuk ko'tarish hajmi 1,5 tonna. 2,5 tonnagacha, 3 tonnagacha yuk ko'tarish qobiliyatiga ega.